عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواه البخاري ومسلم. Umar ibn Abu Salama roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qaramoqlaridagi bola edim. Qo'lim tovoqda borib kelar edi. Shunda u zot menga: "Ey g'ulom, bismillah degin, o'ng qo'ling bilan yegin, o'z oldingdan yegin", dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar.